2 kuni Ablekin buvay Purchaqchi yezisidagi xotin qog'ozi yasaydigan kona do'stini yo'qlig'ida bordi. İki buvayning sochlari kumushdak oqirib ketgan bo'lsa-mu, lekin nihoyatda qizg'in edi. Kaptan mümkün var. Esin biliyor kağıt olanı bu ne çay çiretken bu kağıt. Bunu içken çöpken. Bu kağıtga Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini küçüğe acayip bir yazısı yapıyordum. Kaşgar'ın kitken Bu buvayning ismi To'xtabaqi. Davlatning g'ayri moddiy madaniyat merosi bo'lgan Ujmi qo'ziqidan qog'oz yasash hunarining vakillik varisi. U 5 yoshidan boshlab dadasidan qog'oz yasashni o'rgangan. O'zining bu ishni qilib kelayotganiga oz kam bir asr bo'lib qoldi. Bunun tarihi nereden gelgen dese, bu kulak, işçen kulak olan saklıp kalan gerçekten bu. Ya kitabı yok, belge materyal yok. İşçen kulak olan, böyle anlıp bu cihanın, bu cihanın, nemi cihanı. Tokat adamın işinin, ben kayıp ettim mesela. 90'ını açtım, 90'a ben bunu. Yüzde söz paramış. Ben 70 kilo ben bunu anlatıyorum. Har yili jandarlar uyg'onadigan Cho'kantal faslida To'xtabaqi oilasidagi cho'ng kichik 3 avlod kishi o'z qo'rosida ujmi qo'ziqidan qog'oz yasaydi. To'xtabaqining o'g'li Tursun bu qo'roda kichikidan boshlabla dadasidan qog'oz yasash hunarini o'rgangan. Biz qaysiqni sablan bekib, ibadətini postakni arvetib, aç qaysiq al yaram çıxsa, şu qog'oz yaram çıxır. Hadi madem öyle böyle davamlaştık böyle programımızda balaklı her neyse bu şöyle tutamda. Ben dükkanın işine bağat etkilerinde maaşla bir yol kılıvertip dükkanı açıp çıkmam. Dükkanda boş vakit olsun bir yere çıkıp bir daha tutuyorum. Ujmi qo'ziqidan qog'oz yasash hunari insoniyat qog'oz yasash texnikasining tirik tosh qatmasi deb atalgan. Onunğa elimizning an'anaviy qog'ozchilik hunarining manbasi va jarayoni xotirlangan. Hozirgacha 1000 yillik tarixga ega. Şinjanning Xotan viloyati Ujmi qo'ziqidan yasalgan qog'oz makoni deb nom olgan. Tarixda Şinjandagi nurg'un xat aloqa, qadimiy kitob, hatto qog'oz pullar Ujmi qo'ziqidan yasalgan qog'ozda besilgan. Biroq zamonaviy hunar san'atning umumlashishiga ergishib, qo'l bilan qog'oz yasash tadrijiy kishilarning turmushidan chekinib chiqdi. Oldingi asrning 80-yillari bu kasb bilan shug'ullanadigan hunarlarla kasb o'zgartdi. To'xtabaqi oilasidagilar uni qog'oz yasashni tashlab, boshqa ish qilishga nasihat qilgan bo'lsa-mu, biroq u bu oti kasbidan mehrini o'zalmadi. Ujmi qo'ziqidan qog'oz yasashni 20 necha yil davomlashtirish orqali 80-90 yoshida muayyanlashtirishga erishdi. Shu joydagi hukumat tarmoqlarining moslashtirishi bilan To'xtabaqi Amerikaga berib, qog'oz yasash hunarini ko'rsatish, Jonxo millatlarining madaniyat go'harlarini namoyon qilish fursatiga erishdi. Nahiya bozoridan chiqib baxmagan To'xtabaqi tunji qitim okean halqib, yiroq elga bordi. Amerika halkının hemmesi 5%'den 100%'e hem adam bir aparata parası aparat aldı. Şimdi soğuğun aşılamı ona selam kıldım da. Selam kıldım. Tesirlendim. Tersinde Ming yillik tarixga ega qog'ozchilik texnikasi eng qadimiy usulda varislik qilinib, saqlab kelindi. Bir xil moddiy madaniyatga varislik qilish uchun uni yillarning siniqidan o'tkazish, ma'naviy kuchini namoyon qilishga to'g'ri keladi.
Hozir To'xtabaqning hovlisiga ujma qo'ziqidan qog'oz yasash hunarini ko'gili keladiganlar, xotin qog'ozi setib olib, xotira uchun saqlab qo'yadiganlar ko'paydi. Kishilarning turmushida qog'oz kam emas, lekin ujma qo'ziqidan yasalgan kichikgina qog'oz hozirgi zamon kishilariga qadimgi madaniyatning o'zgacha rangdorligini his qildiradi.